assalomu alaykum. Yasmina qizimiz u kishiga 3 oy oldin davolashni boshlaganimizni ko'rishingiz mumkin. Sochlar to'liq chiqqan. Tepa qismida to'liq sochlar yo'q edi, qosh, kipriklar yo'q edi. Mana Yasminaxon qandaysiz? Yaxshi. Yaxshimi? Kayfiyatlar qanday? Yaxshi. Yaxshimi? Xursandmisiz? Malades. Mana shu qizimizni sochlarini hozir yana oxirgi muolajalariga kelganlar. 3 oy davomida davolash kursini olib borganmiz.